21 may kuni Jizzax viloyatida kuchli yomg'irlar tufayli tog'li va tepalikli joylarda sel oqimi paydo bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati bu haqda fikr bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, voqea Zami tumanidagi Do'ba mahallasida sodir bo'lgan. Ta'kidlanishicha, maqsad daryo bo'yiga to'g'ri kelmagan va mahallodan o'tgan avtomobil yo'lini qisman suv bosgan. Shu sababli loy va tuproq jinslari yo'lga olib chiqildi. Natijada ushbu uchastkada transport harakati to'xtatilishi kerak edi. Voqea joyiga Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Ichki ishlar vazirligi, shuningdek mahalliy hokimiyat organlari va boshqa tashkilotlar xodimlari tezda yetib kelishdi. Maxsus texnika yordamida mutaxassislar voqea oqibatlarini bartaraf etishni va yo'lni tozalashni boshladilar. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, sel oqimining yo'qolishi natijasida hech kim zarar ko'rmagan. Turar joy binolari, ijtimoiy infratuzilma obyektlari va qishloq xo'jaligi hayvonlari ham zarar ko'rmagan. Hozirgi vaqtda yo'lda avtotransport harakati qisman tiklandi.